Bernabeuda drama 83-daqiqa Seltaga qarshi 0-1. Muxlislar stadionni tark eta boshlashdi. Bu uyat. Bugun nima bo'lyapti? Jamoada intensivlik yo'q. To'pni egallashda kechikyapmiz, ulgurmayapmiz, kurashda yutqazyapmiz. Ketyapsizmi? Ha? Nega remontadaga ishonmayapsizmi? Yo'q, umuman, ayniqsa Real Madridning mana bunday o'ynashidan keyin umuman ishonch yo'q. Aybdor kim yoki aybdorlar? Men uchun murabbiy, unga Real Madrid kattalik qilmoqda. Ketyapsizlar a? Ha, ketdik edi. Remontadaga bugun ishonch yo'qmi? Yo'q, umuman mavsumga ishonch yo'q. La Ligani ham berib qo'ydik deb hisoblayver. Ana u yigit Xabi Alonsodan men ko'p narsalarni kutgandim. Bizda futbolchi sifatida o'ynayotgan paytida ko'rsatgan xarakterni Madridning murabbiy sifatida ko'rsata olmayapti. 90-daqiqa Madrid 0-1 hisobda yutqazishda davom etyapti. Ketayotgan muxlislar soni esa anchagina oshgan. O'ylashimcha, Xabi chorshanba kuni klubni tark etadi. Umuman o'yinimiz yo'q. Futbolchilarning aybimi yoki murabbiyning? Hammaning aybi bor. Selta yana gol kiritdi, 0-2. Dahshat. Dahshat. Bu bunday davom etmasligi kerak. Bu juda uyat, barchaga uyat. Umuman hech narsa ko'rsatmayotgan futbolchilar ham bor. Ishlamayapti. Futbolchilarmi yoki murabbiy? Ikki taraf ham. Murabbiy Vinicius ketsin. To'g'risi Xabiga achinayapman-ku, lekin bunday hech narsa ishlamayapti. Después del dinero que pagan a esta gente, no hacen nada. O'yin o'z nihoyasiga yetdi. Butun Bernabeu chiqishni boshladi. Drama. Bu shunchaki drama. Madrid 0-2 hisobda mag'lub bo'ldi. Murabbiyning aybimi yoki futbolchilarning? Har ikkala tarafning. Bu shunchaki uyat. Men uchun va boshqa muxlislar uchun Xabi Alonso xuddi orqadan pichoq urayotgandek. Uyat, aynan kim? Hakamlik, hamma. O'yinimiz umuman yo'q va bunday davom eta olmaymiz. Bugun ayb Xabida bo'ldi. Maydonda futbolchilar o'ynaydi yoki jonlanamiz yoki umuman hech narsa yutmaymiz. O'ylashimcha futbolchilar borini berishlari kerak. Xabi qattiq qo'l bo'lishi kerak. Va o'ynamayotgan futbolchilarni zaxiraga olish kerak. Vinicius bugun o'ynamadi. Xabi Alonsoni zaxiraga olishga jazm qila olmadi. Unda Real Madrid murabbiyda bo'lish kerak bo'lgan xislatlar yo'q. Hakamlik bu uyat, lekin biz yanada ko'proq yugurishimiz kerak edi. Ayniqsa birinchi taymda ko'proq narsalarni ko'rsatish kerak edi. Piyoda yurib futbol o'ynashning iloji yo'q. Hakamga ham, bizning jamoaga ham uyat. Xuddi shunday, uyat. Xuddiki Bilbaoda barcha kuchlarini tashlab kelgandek. Ular hattoki to'pni bir tarafdan ikkinchi tarafga ham uzata olishmadi. Ishonish qiyin. Menimcha ayb hammada. Futbolchilarda ham, murabbiyda ham. Futbolchilar na jon berishdi, na xohish ko'rsatishdi, na yugurishdi. 500 € to'lagan o'yinim bir tiyinga qimmat bo'ldi. Achinayapman, shuncha yo'l, ovqatga ketgan xarajat. Bugun nima ko'rdik edu? Hech narsa. Qayerdan kelding? Albacetadan edu, afsus. Jahlim chiqib, asabiy bo'lib, kuchsiz qaytib ketyapman. Mayli, menga kimdir tushuntirsin. Qanaqa o'yin ko'rsatdik? Men tushunmayapman.